Barcha maqtov danlovlar yer ham ko'klarni, kishilarni, ham jinlarni yo'qdan bar qiluvchi Alloh taolaga tegishli. Alloh taolo kishining tilini siylashuv ne'matini berdi. Ham Allohni bir deb tanuvchilarning ham iymon ahllarining yuraklarini islom hamliqli inonu bilan nurlandirdi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Jon bilan onu yaroqli etib yaratgan, ona gunoh ham taqvolikni anglatgan zot bilan and etam. Ani poklovchi o'ngishga erishacak, yashiruvchi yo'g'oltib kechiracak. Shams surasi 7-10 oyatlar. Rabbimiz Alloh taolo hamma bizga gavda ham jon bergan. Shul gavda ishida yurak bor. Agar joningni tarbiyalamasang, gunoh yurak buzila. Yurak buzuq bo'lsa, butun tan buzuq bo'lar. Jonimizni tarbiyalar uchun ulug' mumkinchilikni Ramazon sharif oyini Alloh taolo Rabbimiz belgilagan. Har yilni Ramazon oyi bo'lar. Bu oyni musulmonlar yil bo'yi kutalar, sog'inalar. O'tgan yilning urazasına qaraganda da yaxshiroq etib, ko'proq Qur'on o'qib, tavba etib, o'zlarini tuzatib, Allohga yaqinlashishga tirishadilar. Ramazon imtihon oyi. Tiyillarga, sabr etirga, izgiliklarni ko'p qilirga, boshqa oylarga qaraganda Qur'onga, ibodatlarga ayrim e'tibor beru oyi. Imtihonni durust o'tishining yuragi, joni tuzalib, salomatlanib chiqashaq, ham eng muhimi taqvoligi ortashaq. Shunga ko'ra bizning maqsad Ramazon oyida taqvolikka erishish uchun bek niqtirishuv. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Baqara surasi 183-oyat. Ey mu'minlar, ya'ni iymon keltiruvchilar, Allohni bor ham bir deb tanuvchilar, Onun marhamatini umid etib, onun g'azabından qo'rquvchilar. Sizdan avvalgilarga uroza tutuv farz etilgan kabi, sizga da har yilni bir oy uroza tutuv farz etildi. Balki urozani qoldiruvdan yoki urozaga kemchilik keltiruvdan saqlanirsiz, balki taqvolikka erishirsiz. Nuqmani tafsiri. Adam balasi oshiga yolg'isha turgan zot. Gunohlar qila, urazasına kimchiliklar keltira. Shunga da bu izgi oyda qoybirlarning, balki ko'plarning taqvoliqlari ortmasqa, urazalari bek ko'p xatoli yoki butunlay qabul bo'lmasqa mumkin. Alloh saqlasin, tirishliqlarimiz boshqa ketmasin. Baqara surasi 185-oyat. Ramazon oyi bek sharif oy. Ul oyda Allohdan kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, ham hidoyatni ochiq bayon qiluvchi Qur'on indirildi. Sizdan Ramazon oyina erishgan har birigiz albatta uroza tutsin deb boshlana, ham Alloh sizga yengillik tili, og'irlikni tilami, ham Ramazon urozasini to'tirib tutuvingizni, ham Alloh sizni to'g'ri yo'lga ko'ndirgani uchun uni zo'rlavingizni tili. Balki Allohga shukr etarsiz deb tamomlana. Demak, Alloh bizning Ramazon oyida uroza tutuvimizni to'g'ri yo'lga ko'ndirgani uchun zo'rlavin tili. Zo'rlavga albatta Rabbimizning so'zlari bo'lgan Qur'on o'qib kira. Qur'on o'qiymiz ekan, demak shukr etishlardan bo'lamiz inshaalloh. Bandani Allohga eng zo'r darajada yaqinayta turgan ibodatlarning birisi Qur'on o'qu, tinglav, ham uning oyatlari turida o'ylab, ma'nosini tushunirga tirishuv. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, ondan ingan narsadan qolib bir narsada bandani shul darajada Allohga yaqin etmi. Tirmizida keltiriladi. Qiyomat kunida onun darajasi Qur'ondan necha sura yodlavi bilan belgilanacak. Allohning elchisi alayhissalom aytgan, Qur'on bilishiga o'qi, ko'taril, uni dunyoda vaqtda o'qigan kabi butun qoidalarni to'g'ri keltirib o'qi. Sening o'rining so'nggi oyatni o'qigan yerda bo'lacak deb aytilacak. Ramazon oyida boshqa oylarga qaraganda yengilroq. Chunki shaytonlarni beylab qo'yalar. Lekin shunga da qaramasdan adam balasi turli sinovlarga duchor bo'lar, ham yuragining og'iri bo'luvi sababli gunoh qilirga mumkin. Umar ibn al-Xattabdan gunoh qilirga tilabda, uni qilmovchi kishi turunda so'rag'ach, ular yuraklarin Alloh taqvolikda sinagan kishilar. Ularga g'afu etiluv ham buyuk ajr azrlangan deb javob bergan.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Rabbigizning g'afuna ham taqvolar uchun azirlangan kengligi ko'klarga ham yerga tegiz bo'lgan jannatga umtilg'iz. Ul taqvolar avur chaqda da, rahat chaqda da mollarini sarf etalar, ashularini bosalar, kishilarni g'afu etalar. Chunki Alloh izgilik qiluvchilarni yarata. Al-Imron surasi 130-134-oyatlar. Innalloha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Durustlikda Alloh taqvolar ham izgi amallar qiluvchilar bilan birga. Nahl surasi 128-oyat. Ramazon oyi fikrlar oyi. Lazzatlarni kesuvchi o'limni esga olg'iz deb hadislarda qiziq ishingina aytilmagan. Birgina mezgilga to'xtab o'ylaylik. Mana seni to'lisincha shishindirarlar, qo'lingdagi baldog'ingni da soldiralar, taningni yudilar, kafinladilar. Ziyorat yonuna qadar ko'tarib borg'ach to'xtab jinoza o'qidilar. Yaqin tug'anlaring lahatga o'rnashtirdilar, bovlarni shishdilar, lahatni qopladilar. Tug'anlaring, ko'rshilaring, din qardoshlaring seni ko'mdilar da qaytib ketdilar. Bu butunimizda o'tashak yo'l. Lekin qabrda hallarimiz yaxshi bo'lun tilaymiz ekan, Ramazon oyindagi urazalarimizga ayrisha jiddiy bo'lirga kerak. Ramazonning so'nggi 10 kunligi ud g'azabundan qutulish kunlari bit. Ul kunning bir tok kechasi ulug' darajali qadr kechasi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Durustlikda biz Qur'onni qadr kechida indirdik. Ol ulug' bo'lgan qadr kechi ani Allohdan boshqa hech kim bilmas. Qadr kechi 1000 oydan da xayrliroq, savobliroq, 1000 oy qilgan g'ibodatdan ortiqroq. Qadr kechanda Jabroil ham boshqa farishtalar ingarlar Robbilarining tilagi bilan, har kishiga belgilangan 1 yillik taqdir bilan. Qadr kechida namoz, Qur'on o'qib roza tutgan mu'minlarga farishtalar Allohdan salom o'qirlar. Qadr kechining davomi quyosh boyagandan boshlab tong otgancha shaqli. Al-Itqon tafsiri. Kim o'zina betaraf tugul, ol bu kishani tobar uchun rozaning so'nggi kunlarini, ayrisha tunlarini ko'p e'tibor beriga teyish. Bu kishda o'qilgan namoz, Allohning maqtov so'zlari, duo qillar 1000 oyga topqirilana. Biz shuni kutmaymizmi yil bo'yi? Bizning Alloh qo'shganlarini o'tab, aning rahmatına erishasimiz kelmaymini? Albatta, az fikrlimiz, az shukr etamiz, ko'p yolg'ishamiz, lekin tuzali uchun sanoqli kunlarni qo'ldan ishqindirmaylik, muhtaram din qardoshlar. Mumkinchiligi bo'lganlar bu 10 kunda ihtiqof amalini o'tiylar. Erlar onu bir tavlik etib, masjidda g'ibodat qilib o'zdiralar. Xotin qizlar bu izgi amalni uyda boshqaralar. Ihtiqof vaqtida qul o'zin dunyo ishlaridan uzib, Alloh taolagagina g'ibodat qila. Bu amallarning eng hurmatlisi. İhtikaf qiluvchi kishi barliq vaqtini g'ibodatlarga bag'ishlaydi. İhtikaf qiluvchi kishi o'zin dunyo kirlaridan chistartirga tirisha, ruhiy dunyosini boyitu bilan shug'ullana, yuragi nurlana. Yuzunda qilliq ishoralar balqi boshlaydi. Zariyat surasining 15-oyatidan boshlab jannat nasib bo'lgan mu'minlarning hallari tubandagicha anglatila. Durustdan da Allohga qarshi keluvdan saqlanganlar Rabbilarining o'zlariga berganini olgan bo'larak jannatda shishmalarning boshida bo'lurlar. Chunki ular dunyoda yaxshilik ishladilar, ular kechalarin oz yiqlab, tong vaqtlarida g'afu etini tiladilar. Aligina Ramazon oyina bosgan edik. Birinchi tarovih namozini o'qigan edik. Bugun 26-kuni indi. Uzun musulmon sanagan kishilar bu sanoqli kunlarni roza tutib, tavba, shukr etib o'tkazsin edi. Alloh Rabbimiz xayrli umrlar bersin, bizning bilan dinin nig'itsin. Ham Fajr surasi 28, 29, 30-oyatlardagi so'zlar hamma bizga qarata da aytilsin.
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Senin dünyada өлешең бетте, һәм бурычың үтәлде инде. Аллаһыдан разый булганың хәлдә һәм Аллаһ синнән разый булган хәлдә Раббыңа кайт. Минем изге бәндәләрем арасына кер һәм минем җәннәтемә мәңгегә кер дип әйтелер. Аллаһ Тәгалә барчабызны да үзенең буйсынучы куллары итсен, буйсынучы куллары рәтенә кертсен. Җәннәтләрендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, аның сахабалары, туганнары янына барыбызны да җыйсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил газим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким. Иннаху сами'уд дуа.